Oynayımız kelime dostlar. Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak sınlım. Balılar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Balilarını duyasıga balaylı dostlar. Kichik do'stlar, kelishinglar xayrlik bo'lsin. Bugun men sizlarga Chintumur Botur degan cho'chakni aytib beraman. Qadimgi zamonda Ili iqlimida cho'ng bir podshoh o'tgan ekan. U podshohning ikki xotini bo'lsa-mu, ammo farzand yuzi ko'rmagan ekan. Shunga uning ko'ngli bearam ekan. U xafalikni besish maqsadida har doim shikarga chiqib tomosha qilishni yaxshi ko'rar ekan. Oy kunlar o'tib, podshohning kichik xotini homildor bo'libdi. Buni anglagan podshoh shikarga texim amroq bo'lib ketibdi. Bir kuni podshoh vazirlari bilan shikarga chiqib ketganda, kichik xotini bir o'g'il tug'ibdi. Biroq podshohning cho'ng xotini ichtorlik qilib, bolani ko'lga tashlab etib, o'rniga itning kuchugini akilib qo'yibdi. Podshoh shikarda yenib kelganda, cho'ng xotini oldiga chiqib: "Podshohim, kichik xotinlari kuchuk tug'di", deb xabar qildi. Darg'azab bo'lgan podshoh kichik xotinni o'ldirmoqchi bo'libdi. Shu chaqda cho'ng xotini hilgarlik bilan: "O'ldirmisizlar podshohim, bu navbat men bir qo'shiq qinini tilib olay", deb yolg'irgan bo'libdi. Shuning bilan podshoh kichik xotinni bir qitimga omon qoldiribdi. Oradan yana bir qancha vaqt o'tibdi. Podshohning kichik xotini yana homildor bo'libdi. Podshoh yana burungi odati bo'yicha shikarga chiqib ketgan ekan. Bu qitim kichik xotini qiz tug'ibdi. Cho'ng xotini buni ko'lga tashlab etib, o'rniga mushuk bolasini akilib qo'yibdi. Podshoh shikardan qaytib kelganda, cho'ng xotini podshohning oldiga mushuk bolasini ko'tarib chiqib: "Podshohim, bu qitim kichik xotinlari mushuk tug'di. Yurt ichida yuzimizni yer qilavatdi", deb yolg'ondan yig'lab, o'rnini beshiga kiyibdi. Açıqlanğan padişah kichik xotiniga ig'ir jazo berishni buyuribdi. Endi gapni balalarning ahvolidan anglaylik. Cho'ng xotini ko'lga tashlavatgan yiliqi balalarni bir iyiq suvdan achiqib, jangalga elib ketib beqibdi. Balalar o'sib cho'ng bo'pti. Aqliga kelganda ular bir-biriga ot qo'yishyapti. O'g'ilning eti Chintumur, qizning eti Maqtumsula bo'pti. Bu balalar sahraning sap havosida sog'lom, kuchli hamda chiroyli bo'lib o'sibdi. Keyinchi ular iyiqdan ayrilib, jangalning bir chetiga uy yasab, shu uyda yashashga boshlabdi. Chintumur Botur kichik chig'idila o'q qilishni o'rgangachga, turli jon-jonivorlarni tutadigan ajoyib botur yigitga aylanibdi. U har qitim o'g'i chiqqanda 7 kun ovlaydi ekan. Misran qilichi belidan, olg'ir burkiti qo'lidan, arg'amoq eti ostidan, kapka kuchiga yenidan ayrilmaydi ekan. Kunlarning birida Chintumur Botur o'g'i chiqib ketib etib, singlisi Maqtumsulaga mundoq debdi: "So'nglim Maqtumsula, men ovdan qaytib kelguncha o'ygisiga chiqma, o'tni o'chirma, suvni ko'chirma, to'xuni tog'dima, mushukni pashdima, o't o'chib qolsa, tutun chiqqan yoqqa o't so'rab ketib qolma, jumu." Shu gaplardan keyin Chintumur Botur misran qilichini esib, arg'amoq etiga minib, kapkap kuchugini agashtirib, olg'ir burkitini qo'liga qo'ndirib, o'g'i mengibdi. Aradan 1-2 kun o'tgandan keyin Maqtumsula yolg'izlikda zerikib, o'ziga chiqib beshini tarab o'tiribdi. Mushuk bilan to'xusimu uningga agishib o'ziga chiqibdi. Mushuk miyovlab, to'xus qaqoqlab, Maqtumsulaning ichini pushiribdi. Maqtumsula mushukni pash, to'xusini tog' deb qo'g'labdi.
Müşkü bilen toxusi ögüzden düşüp öyge kiripdi. Müşük ocaq yeniga kelib çögünni örüp etipdi. Toxu külni tatalapdi. Şunun bilen ocaqning o'ti o'chibdi. Maxtumsula uyga kirib, o'tning o'chib qolganligini ko'ribdi. Nihoyat qayg'urib, yana o'ksiga chiqibdi. Endi qandoqmi qilarman? deb yig'lab o'tirsa, o'ng tarafida itning ovozi anglanibdi. Sol tarafida tutun ko'rinibdi. Maxtumsulaga o't tepish qayg'usi tushibdi. Nima bo'lsa-bo'lsin, peshonamning ko'ray, deb is chiqqan tarafga qarab mengibdi. Uzun mangandan keyin mo'risidan is chiqayotgan bir eski tam uyga yetib keldi. Qarog'udek bo'lsa, uy ichida bir qeri mo'may o'tirg'udek. Maxtumsula uning qishig'i kiribdi. Mo'may uning kimligini, uning nima uchun kelganligini so'rabdi. Maxtumsula hammani bir-birlab aytib beribdi. Mo'may Maxtumsulaning ikki qo'liga kul bilan teriq selib beribdi va bir tal tezakni tutashtirib, uni yog'ochga sanjib, og'ziga tishlatib qo'yibdi. Ondan Maxtumsulaga ikki qo'lingdagi kul bilan teriqni uyingga borguncha chechib borg'in, orqangga qaramag'in, debdi. Maxtumsula Mo'mayning deganini qilibdi. Shuningdan keyin Mo'mayning uyidan Maxtumsulaning uyigacha heliqi teriqlar o'nib balgi bo'lib qoldi. U Mo'may aslida 7 boshliq yalmog'uz ekan. Maxtumsula uni qat'iy bilmabdi. Maxtumsula o'tni ilib kelib, darrov o't yiqib bir qozon go'sht pishirishga boshlabdi. Kun o'tirib, qorong'i tushib, kech kirishi bilan heliq 7 boshliq yalmog'uz Mo'may ishga kelib, "Chipda bir batur, uyida babo, arg'i baq eti, eg'ilda barbo, misra qilichi, qo'ziqda barbo, olg'ur burkiti, o'rnida bormi, kap-kap kuchki, ishikda bormi?" deb so'rabdi. Maxtumsula Mo'mayning ovozini anglab, uydan chiqmay turib, "Chintemir batur, uyida yo'qdir. Arg'imoq eti, eg'ilda yo'qdir. Misran qilichi, qo'ziqda yo'qdir. Olg'ur burkiti, o'rnida yo'qdir. Kap-kap kichigi, ishikda yo'qdir", deb javob beribdi. Shuningdan keyin Mo'may 7 boshliq yalmog'uz surtib uyga kirib, avval qozondagi go'shtning hammasini yebdi. Ondan Maxtumsulaning uzun chechidan to'rus esib qo'yib, toppinni teshib, qinini sho'rabdi. Ketarchig'da Maxtumsulaga: "Mening bu yerga kelganligimni hech kimga aytma. Agar aytadigan bo'lsang, meningdan zodi qutula olmaysan", deb po'pos qildi. Maxtumsula qo'rqqandan hech nima deyolmadi. Akis Chintemirning kelishini to'rt ko'z bilan kutibdi. Atsi kunkash bo'lishi bilan heliqi yalmog'uz Mo'may yana kelibdi. Uyda bor narsalarni yeb bo'lib, ilgirgidek Maxtumsulaning qinini sho'rabdi. Bu ahvol bir necha kun shu xilda davomlashibdi. Mağzi anardek, o'sni guldek Maxtumsula kundan kunga mag'dursizlanib, zaprangdek sarg'ayib ketibdi. 7-chi kuni Chintemir Batur o'g'dan qaytib kelib, singlisini ko'rish bilan hayron bo'libdi. Ko'ngliga gumon to'libdi. Chunki singlisi Maxtumsula bir yil kasal bo'lgan odamdek sarg'ayib ketgan ekan. "Ey Maxtumsula, 7 kunning ichida shuncha o'ruqlab, sarg'ayib holingdan ketibsan. Nim bo'lding singlim? Kimdan sana azor yetdi?" deb so'rabdi Chintemir Batur. Maxtumsula yig'lab turib, yalmog'uz Mo'mayning qilgan aytganlarini bir-birlab aksiga bayon qildi. Buni anglagan Chintemir Batur nihoyat g'azablanib, "Agar men shu 7 boshliq yalmog'izni o'ltirmasam, Chintemir Batur bo'lmay ketay", deb qasam ichibdi va Maxtumsulaga qarab,
Ey singlim, mening kelganimni hech kishi bilmasin. Men ishning kayniga o'ri qo'lab müküp yotaman. Agar Yalmavuz kelib meni so'rasa, kundikidek kelmadi deb javob bergin. Debdi, ondan itiga, burkutiga va kuchkiga qarab. Hey, vafodor jonivorlarim, agar Yalmavuz mo'may kelsa, hech un chiqarmanglar. Bir amal qilib, uni qo'lga tushiraylik. Debdi. Bu jonivorlar Chintemir Boturning gapini uqdi ekan. Shunda qilib, Chintemir Botur maydasiga yatqat sabutini tengib, beshiga do'bilg'i kiyib, misran qilichini tutib, o'rdig'i mo'kinib yetibdi. Bir kamdan keyin Yalmavuz mo'may kelib, eshikning oldida to'xtabdi. Uning yuragi dupildab, badani shurkunib ketibdi. U bugun Chintemir Botur kelgan o'xshaydi. Qaytib ketmasam bo'lmas, deb yenibdi. Lekin nafsi qaytib ketishga qo'ymabdi. Mo'may Chintemir Boturning kelmaganligini bir so'rab ko'ray. Agar kelgani bo'lsa, qaytib ketay. Kelmagan bo'lsa, u vaqtda mening baxtim, deb o'ylab eshikka yaqin kelib, Chintemir Botur uyda babo, arg'avoq iti eg'ildi babo, misra qilichi qo'ziqdi babo, alg'ur burkuti o'rtada babo, kapqab kuchki eshikda babo, deb so'rabdi. Maxtumsizlar, Chintemir Botur uyida yo'qdir, arg'avoq iti eg'ildi yo'qdir, misran qilichi qo'ziqda yo'qdir, alg'ur burkuti o'rnida yo'qdir, kapqab kuchki eshikda yo'qdir, deb javob beribdi. Mo'mayning yuragi to'xtab, yatta beshining har biridan turli sadolarni chiqarib, havo guldirligandek kirib ketdi. Lekin ishkirga uyga kirmay, "Ey maxtumsizlar, akang Chintemir Botur kelgan o'xshaydi. Uyingda odamning puruqi bor-ku", debdi. Maxtumsizlar tamkinlik bilan, "Akam texi kelmadi. Agar kelgan bo'lsa, arg'umoq iti eg'ilda, misran qilichi qo'ziqda, alg'ir burkuti o'rnida, kapqab kuchki eshikda bo'lmasmidi?" debdi. "Sen yolg'on aytibsan. Chintemir Botur aniq kelgan o'xshaydi. Odam puruq kelib turdi. U yushirib olgan o'xshaydi", debdi Yalmavuz mo'may. "Bugun akamning ko'ylak tambilni yuyib, suyini uyga to'kkan edim. Shuning puruqi bo'lsa kerak", debdi maxtumsizlar. Bu so'zni anglab, Yalmavuz mo'may ishkirga uyga kiribdi. Odati bo'yicha maxtumsizlarni uzun chechidan to'riq esib, amdala qinini cho'raydab turishiga Chintemir Botur o'ridan chiqib, misran qilichi bilan bir urg'an chikan. Yalmavuz mo'mayning bir ishi o'slib tushibdi. Va Chintemir Boturga qarab, "Bir beshimni oldim, qolgan 6 beshimga qandoq javob berasan?" deb qahri bilan elishishga kirishibdi. Elishish bir kech kunduz bo'ldi. Chintemir Botur uning yana bir beshini chekib tushiribdi. Yalmavuz mo'may uydan qochib chiqishning ilojisini topolmay, Chintemir Boturga yana esilibdi. Yana bir kech kunduz elishibdi. Chintemir Botur bu qitim Yalmavuz mo'mayning yana bir beshini chekib tushiribdi. Shu beshidan ayrilgan Yalmavuz texmi g'azab bilan tutishibdi. Chintemir Botur uning yana bir beshini urib tushiribdi. Yalmavuz mo'may u yoqdan bu yoqqa qochishga boshlabdi. Chintemir Botur uning 5-beshini kesib tushiribdi. Yalmavuz mo'may endi mag'dursizlanib, ko'zlari piyoladek bo'libdi. Ishning qochib chiqay desa, maxtumsizlar qilish bilan chepib chiqarmabdi. Oxir Chintemir Botur Yalmavuz mo'mayning 6-beshini chepib tushiribdi. Endi Yalmavuz mo'mayning yal minguz deb atalgan bir beshi qapti. U amalsizlikdan qo'yinga aylanibdi-da, uyning to'nligidan chiqib ketib etib,
Hey Maxtumsula, xap to'xta, deb badar qechibdi. Chintimir Batur arg'umoq etiga minib, bir besh qolgan Yalmavuz mo'mayning orqasidan qo'g'labdi. Maxtumsula bog'loqliq kop-kop kuchukni qo'yib yetibdi. Chintimir Batur Yalmavuz mo'mayga yetishibdi. Yalmavuz mo'may noiloj Chintimir Baturga eslibdi. Ular kashkirgacha elishibdi. Angacha Chintimir Baturning kop-kop kuchiga yetib kelib, Yalmavuz mo'mayning boqalchiqidan tishlab tortibdi. Bir ozdan keyin Yalmavuz mo'may holsizlanib yiqilibdi. Kop-kop kuchuk uni talab o'ltiribdi. Chintimir Batur Yalmavuz mo'mayning 7-beshini ilib, uyiga xushal qaytibdi. Kichik do'stlar, bu cho'chakni yoqtirdinglarmi? Meningcha sizlar bu cho'chakni anglab, Chintimir Batur va Maxtumsulaning qo'rqmas, qaysar irodasini o'zinglarga ulgu qildinglar-ku deyman. Umoqlarim kashf bo'lib ketibdi. Amdichu baldir uxlanglar, ha?